Assalomu alaykum hammaga. Kuningizlar barakatli va fayzli o'tsin. Hozir bugungi obzorimizda SL03 da bo'ladi. Buni narxi eski narxi 386 million 600 edi. Bugundan boshlab chegirmaga tushgan mashinamiz sanaladi, chunki nalichida kam qoldi va odamlarni xursand qilish uchun. Hozir eski narxi 386 million 600 bo'lyapti buning narxi. Hozir odamlar uchun yaxshi yengillik qilish uchun 306 million 600 mingga qilib qo'ydik. 80 millionlik chegirma asosida buni xuddi shuni avtokreditga olaman desangiz ham avtokreditga ham amal qilib beradigan qilib beramiz. Faqat shu video orqali keldim deb aytsanglar shu amal qiladi. Boshlang'ich to'lovingizda 105 million 432 ming 100 bo'ladi. Oylik to'lovingizlar 60 oyga 6 million 432 ming 100 bo'ladi. Eng yaxshi variantimiz hozir avtokreditga qilib berishimiz. Pulingiz ozgina yetmay qolsa ham, например, 70% ni to'lasangiz ham 30% ko'zingizga kunchalik ko'rinmaydi, avtokreditga olaman desangiz, arzon narxlarda bo'ladi. No bu holatiga, bu mashinani holatiga bu narx bu reально shokolad narxida hozir qilib berilgan. Obzor ko'rishingiz mumkin. Ichki tomoni biznes klassiki bo'ladi, alkantara va eko-kojadan qilingan. Did bilan ishlangan. Bu funksionali Instagramga qo'yganman. Ichida полный obzor qilib, o'shalarga kirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa agar, bemalol telefon qilib so'rab olishingiz mumkin. Kim birinchi kelsa, o'shanga bonus tariqasida Eva Corp poliklaridan qilib berishimiz mumkin.